yaqinda bitta jonli konsultatsiya qildim. Bitta qiz konsultatsiyaga keldi, holatini gapiryapti. Ketgunicha shu atamani tushirmadi. Men shunaqaman, negadir men shunaqaman deb. Kelding konsultatsiyaga, shu gapi bilan o'sha programmasini o'ziga yopishtirib ketadi-da, qaytib keyin yuradi, hech narsa ololmadim men deb. Chunki men shunaqaman deyapti va qattiq ishonyapti-da bunga. Nima degan termin ishlatilishi kerak? Mana shu programma menda ko'tarilib qolgan ekan. Mana shu his menda ko'tarilgan ekan. Ya'ni bu his sizniki emas, bu ko'tarilgan, ishlab anglab olishingiz uchun, anglashingiz bilan bu tark etadi. Ya'ni men nimadir gapiryapman, angladingizmi? Bo'ldi, bu tark etadi, u sizniki emas. Qanaqasiga siz men shunaqa ekanman deya olishingiz mumkin. Bu inson ongi programmasida hech qachon ishlatmayman men shunaqa ekanman degan so'zni. Mana shu programma ko'tarilibdi. Bo'ldi. Ong tushunadi, miya tushunadi-da. Demak bu biz emas ekanmiz. Hozir programmamiz ko'tarib, buni anglasak biz tark etar ekanmiz bu o'lchamni, bunaqa hislarni. Rostdan ham shunaqada. Bu siz emas, anglashingiz bilan tark etasiz bu hisni. Ya'ni ko'p anglashlaringiz bilan ovozli xabar tashlaganingizda juda ko'p marta aytildida, mana shu men shunaqa ekanman degan termin, mana shu ibora. Bu anglatadi, men shunaqaligimcha qolmoqchiman. Hozir yangi kirib kelgan anglashlarni hatto o'zimga singlishiga ruxsat bermayapman. Hozir men angladim, hozir his qildim. Endi bu menda har qanaqasiga o'zgardi-da bu his. Yoki aytsangiz bo'ladi, hozir chuqur his qila olmayotgan bo'lsangiz, ya'ni mavzuni oldingiz, hozircha his qila olmayapsiz. Bu yangi mavzu sizga oxirigacha anglashib berganligini aytsangiz bo'ladi. Men bugungi mavzu orqali yana ham kengroq his qilib ko'rmoqchiman. Mana shu programmam ko'tarilgan ekan. Men endi bu mavzu orqali yana ham kengroq his qilib ko'rmoqchiman. Menda yana ham bu bo'yicha anglash ochiladi. Mana shunaqa so'zlarni, nutqni kiritish juda muhim. Agar allaqachon bu nutqqa o'tgan bo'lsangiz, bu zo'r, o'tmagan bo'lsangiz juda ehtiyot bo'ling bu so'zlarda. Hech qachon yurg'izmaydi oldinga bular. To'xtab qolasiz. Men shunaqa ekanman bilan o'tib ketasiz. Zinhor mumkin emas ishlatish bu so'zlarni. Har doim tushuning, siz asliyatingiz bu qadar tozada, sizda qaysidir xafalik, norozilik hislari umuman bo'lishi mumkin emas. Ya'ni siz kreditga kirib qoldingiz, norozilik hissi ko'tarildi. Bu his, bu programma, bu ko'tarildi. Tozalanish uchun ko'tarildi. U sizniki emas. Inson qanaqasiga asliyatida norozi holat uniki bo'lishi mumkin. Tug'ilganingizda desang, chaqaloq norozi bo'lib tug'iladimi hayotda? Bo'lolmaydi unaqa. Bu shunchaki programma, biz sun'iy singdirilgan dastur. Katta bo'layotgandingiz, insonlardan o'rgandingiz norozi bo'lishni nimadandir. Aynan yangi kirib kelayotgan energiyani to'sib qo'yadi. Yangi darsni umuman o'zlashtira olmaysiz, angla olmaysiz. Yangi anglash kelmaydi. Miya diktobat qilaveradi. Biz shunaqamiz o'zida. Yangi bilim umuman ola olmaysiz. Men juda ko'p uchrataman-da. 3 o'lchamgacha bo'lgan bilimda mana shu termin bor-da. Va siz agar 3 o'lchamdan bu yoqqa o'tayotgan bo'lsangiz, o'sha termin bilan o'tib qolasiz. 4 ga o'tayotganingizda juda ko'p mijozlarni bilaman. Ular bilan suhbatlashsak, ya'ni 3 o'lchamli ongda bu yoqimli-da. Men so'zini ishlatish yoqimli. Ya'ni men mana shu daromadga chiqqanman. Men mana shu natijalarga erishganman. Men shu etapga keldim degan so'z ham ishlatilolmaydi. Men qila oldim-da. Ya'ni qaysidir o'zini tan olish, o'zidan to'yinish uchun ishlatiladigan so'zlar bor va bu o'lchamdagi xizmat qilayotgan masterlar bu atamani ishlatadi. Ya'ni men o'zimni shunaqa tutaman, o'zini misolida sizga bilim beradi. Siz ham shunaqa tuting o'zingizni deb. O'sha o'lchamda, ya'ni bu inson ongini nutqida o'sha o'lchamdan kelayotgan mijozlar juda qiynaladi. Mana shu termin bilan o'tib qoladi. 4 ga, 5 ga, undan yuqoriga o'tganda ham aytgan bo'lardim. Shu paytgacha olgan bilimlaringizda bu nutqqa o'rgangan bo'lsangiz, tez tark eting buni. Bu yog'iga yordam bermaydi endi ular. Esimda bor, bitta qiz bilan konsultatsiya qilganman. O'zi og'rib turibdi, og'riqli vaziyatda. Og'riqli vaziyatni ishlayapmiz. Men yangi narsa unga ochib berishga harakat qilaman. U aytadi, men allaqachon anglab bo'lganman. Mana shu bermaydi, o'stirmaydi. Oxiri aytdim, mendan nima xizmat unda dedim. Anglab bo'lgan ekansiz, nima yordam berishimni xohlayapsiz? Ya'ni nega keldingiz? Mendan nima xohlayapsiz-da? Buni so'rab ishlab bersangiz, men anglab bo'lganman qo'yib yuborasiz. Hozir meni gaplarimga ko'ra boshqacha his qilib ko'rasiz, qayta his qilib ko'rasiz. U anglab bo'lganingiz boshqa o'lchamdagi anglash edi. Boshqa o'lchamda o'sha anglashga kelgan, o'sha o'lchamlarda yordam bergan. U anglashga balki 3 yil oldin kelgan, 5 yil oldin kelgan. Endi boshqa o'lchamda gapirilyapti-da bu hislar. Ya'ni 2-ong o'lchamni qabul qilish darajasi boshqa, 3-ong o'lchamni qabul qilish darajasi boshqa, 5niki mutlaqo boshqa. Men nimanidir qabul qil degan agar termin ishlatgan bo'lsam, siz bu to'lqinda qabul qilib ko'rishingiz kerak bo'ladi. Agar men allaqachon qabul qilish haqidagi atamani eshitib bo'lganman, 10 yil oldin eshitganman desangiz bo'ldi, hozir hech narsa ola olmaysiz. Zinhor ishlatmang, men shunaqa ekanman yoki men anglab bo'lganman. Mana shu anglab bo'lganman degan so'z ham insonni turg'izib qo'yadi. Ya'ni boshqa kenglikni ochmaydi. Miya tushunadi, biz yechib bo'lgan ekanmiz. Demak, hozirgi savolimizga boshqachasiga yechim yo'q. Hozirgi savolingiz yechilmaydi boshqachasiga. Juda ahamiyatli bo'ling. Nutqingizni to'liq o'zgartiring yaratuvchi ongiga. Yaratuvchi ongiga o'zgartirish bu o'zingizdagi shaffoflikni har doim tan olish va har qanday egri programmalar bu sizniki emasligini tan olish. Yaratuvchi bu har doim har xil holatda bo'ladi. Shuning uchun men his qilib ko'raman, men anglab ko'raman. Hozir anglolmagan bo'lsangiz, bo'lmasa hozir o'tirib anglash kerak.
Mana shunaqa yaratuvchidagi shaffoflikni o'zingiz tan olasiz, tozalikni tan olasiz, nutqni tezlik bilan o'zgartiring. Bo'lmasa katta narsa kutmang o'zingizdan, buni tark etmasangiz.